Mani birinchi reklamam 300 ming so'mga uylarni tozalaydigan sredstvalarga itu barterga bo'lgan. Chunki o'sha paytlar men oddiy uy bekasi bo'lib blogimni boshlaganman. Lekin har doim meni orzularimda men katta bloger bo'lib ketgan va zo'r brendlar bilan ishlagan sadoqatni orzu qilardim. Men bir kun kelib baribir shunaqa katta brendlar bilan ishlashimni bilardim, lekin bunchalik tez bo'ladi deb o'ylamaganman. Blogimni ochganimga 3 yil bo'lmasdan 2025-yilda men juda ham ko'p orzuyimdagi brendlar bilan ishlab chiqdim. L'Oreal Paris, Kirasis, Yandex, Uzum, elektronikalardan bo'lsa Alisa bilan Redmi bilan ham ishladim. To'g'ri, kimdirlar uchun bu juda ham kichkina narsa bo'lishi mumkin, lekin men uchun orzularimdan ham ko'prog'ini 2-3 yil ichida erishganim juda ham katta muvaffaqiyatdek tuyuladi va men bundan juda ham baxtliman. Chunki bu yutuq menga kimdir ayoli, kimdir qizi, kelini, onasi bo'lganim uchun emas, haqiqatan ham o'zim harakatlarim orqasidan erishilgan yutuq bo'lgani uchun juda ham xursand bo'laman. Bu bilan men aytmoqchi bo'lgan narsam, nimaki xohlasanglar harakatdan to'xtamanglar. Kimdir bu seni ish emas, bu senga to'g'ri kelmaydi degan gaplarni umuman eshitmanglar. Maqsadingiz yo'lida charchasangiz dam olinglar, yig'lagingiz kelsa yig'lab oling, lekin albatta maqsadingiz tomon yana yurishda davom eting. Odamlarning gapiga umuman e'tibor bermanglar, chunki boshida novichokdek ko'ringiz kelmasa hech qachon professionalga aylana olmaysiz. Shunaqa ekan, hammanglarga hayotdagi hamma maqsadingizga yetib qolishinglarni tilab qolaman. Menga podpiska bo'lib qo'yinglar, dildan suhbat qurib turamiz.